Ayol zaminga tezda o'qib bering, tekst tushuntirdi. muhim xabar. Ayollarni himoya qilish agentligi ma'lum qilishicha 7-mart kuni barcha erkaklar qattiq uyquga ketishi kutilmoqda. Hurmatli ayollar, bugundan e'tiboran ularga hushyor bo'ling. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular 9-mart kuni uyg'onishlari. Hazillashdingizmi? Tushunmadim. Qanaqa xabar bu? Jonli efirmi? Haqiqatdan efir deb o'yladim. Hazillashyapsizlarmi? A few moments later. Shunaqa qitmirli bo'ladimi, o'rtoqlar? Yuragimizni yormasdan beringlar. Bular avval qo'rqitadi, xafa qiladi, keyin gul berib xursand qiladi. Lekin nima bo'lganda ham rahmat. Qadrli aziz opa-singillarimiz, qalbi bahorlarim, bu gullar jamoamizning hazilkash yigitlaridan sizga, barchangizga bayram muborak bo'lsin. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring